Bismillahirrahmanirrahim qarindoshlar. Men bir ikki qissa so'zlab beray, qisqa qissa. Alloh bermasa qo'ldan hech ish kelmaydi degan haqida. Mahmud G'aznaviyning zamonida Mahmud G'aznaviy ko'p vaqtlarda bunda xalqcha kiyinib insonlarninki ahvolini kuzatdi ekan. Do'konlarga bor ekan, oshxonalarga bor ekan, bozorlarga bor ekan. Bir kuni bir qahvaxonaga kirsa, yashinib qolgan bir xizmatchi odam bor ekan shu qahvaxonada. Uning ati Tiqandi bobo ekan, Tiqandi bobo. Tiqandi degan turkchada itilib qoldi degan gapdan-da. Itilib qoldi degan bo'lgan. Shundan bu Tiqandi bobo choy kelgan, Tiqandi bobo qahva kelgan deb qahvaning xo'jayini ish qisag'il turgan ekan. Mahmud G'aznaviy unda qarab bu yashinib qolgan bir odam ekan. Bu odam bunda deb ish qisaltgan bu odamni. Bir ahvol so'rab boqay deb yeniga chaqirib o'tirib, siz ular birdan 5 minut paranglasak bo'ladi, siz ma'qul deyotgan shuni. Qanday bo'lib siz Tiqandi deb otilib qoldingiz? Degandan men bir kuni bir tush ko'rdim. Tush ko'rib hammadan o'sha jo'makdan turbidan ter teyotdi, qo'llarini yuzini yuvotdi. Men o jo'makni açsam azroq suv oqyotdi. Bu suv bilan ya qo'limni yuzimni yug'ili yetmaydi, bak az oqyotdi. Endi bu bakroq oqsin deb asti tarafni ko'chilsa texnik oqmaydi qanday. To'xtabli qoldi suv. Degandan keyin yana bir yerda "Hey babam, Tiqandi" dedi. Tiqandi degan itilib qoldi u yerni, itilib qoldi dedi tushimda. Şunun bilan o'g'ilib ketdim. Ben shu qahvaxonada ishlayotdim shu. Unda. Ya'ni shu ishlayman, yillardan beri ishlayman, hech qanday ya'ni bir ya bayolab ketmayman, ya turmushim yaxshi bo'lmaydi shunda ishlayotdim. Am do'stlarimga shu qahvaxonadagilarga deb berdim tushimda. Bunda tush ko'rdim desam, shundan keyin meni hamda Tiqandi deb atab qoldi. Tiqandi bobo deb atayotgan bo'lib qoldi. Etimni chaqirmaylar, bundan keyin Tiqandi bobo deyotgan bo'lib qoldi. Shunda bo'ldi degandan keyin Mahmud G'aznaviyni ish chaqirib uning qamdi. Bular deb ketib qasrdan uningga bir ligan baklava, ya'ni tatliq avatitgan. Har bir baklavaning ichiga birdan tilla silib avatitganda, bu odamga yardım bo'lib qolsin deb. Padişahın qasridan kelganlar Tiqandi bobo degan qana kim? Degan men degan. Padişahınki Mahmud G'aznaviyninki hadiyasi sizga deb bergan. Elib da qarab, ben necha yil oldu bunda bir tatliq yemagilar. Yesam qo'shunda yaxshi. Ammo buni bir sassam agar. Bir pul tushsa, qo'limga pul tushsa, oilamni texmi yaxshi qila olishim mumkin. Pul kerak endi bu tatliq yegandim deb talağa chiqib, bu padişahın qasridan kelgan esil baklava tatliq qarindoshlar. Altqiningni bo'lsa, shuni olsang pul kerakdi degandan keyin birisi qiziqib qolib, "Tamam men olay" deb, az bir pulga setib olganman. Shuni bilan atisi yana avatitgan. Mahmud G'aznaviy uni bilan ayda birligan ayda avatitgan. 10 kungacha ayda avatitgan. 10 kungacha avatib bo'lib, 10-chi kuni odamlarni avatgan. Endi bu odamga qarab boqinglar, hali yaxshilandimi, qanday qildi? Har kuni biz 10 tilla degan jiq puldan-da o. Ya har kuni tilla avatidam, uning ichida qancha tatliq bo'lsa, shu tatliqning ichiga bidin silib avatdi. Nurg'un tilla hamda o. Oltin pul hamda. Turmush yaxshilab qoldimi, qanday bir ahvol egallanma deb avasa, qahvaxonaga avasa, yana shu burunqidek ayndaq qahvaxonada xizmat qilayotgan kishilar Tiqandi bobo yerga choy aka, Tiqandi bobo menga qahva aka deb ayndaq qilayotgan. Shunday ahvol shunday ekan deb kelgandan odam chaqirib kelganlar bu odamni deyotgan. Qasrga chaqirtganda bu Tiqandi boboni Mahmud G'aznaviy chaqirib, "Qanday bu sizning ahvolingiz yaxshilanmaydi? Men har kuni sizga ayda baklava avatdim bu. Qanday qildingiz bu baklavani?" degandan keyin, "Har kuni siz avatgan baklavani shu bir 2 dirham degan ayt az pul endi. Shuni sotdim" deyotgan. Har kuni ayda sotitgan talaga chiqib, har kuni sotitgan shunda. U og'an odamning ichida ba'zi tilla bor ekan demayotgan. Bir og'an odam uni har kuni shundan keyin yo'liga qarab yana sotib bu deb oldi ekan uni.
Bunda qildim degan, hey, yana bo'lmabdi bu ish endi. Sizga endi yordam qilay deb, mening bu oltin kumush bor xazinamga kirib, qo'liga bir gurjakni birtgan. O'sha gurjakda shunda bir ussam, nima chiqsa sizdan olsin shu. Desa xo'shalliqda bu odam gurjakni ta'ti tutib usuydi ekan. U ta'tir tutgandan keyin hech kim chiqmaydi ekanda, hech kim chiqmaganini ko'rib, bu Mahmud G'aznaviy kulib ketib, "Hey, bu ish qamlashmadi hamda. Bumi bo'lmadi hamda" deb odamlarga, bu odamga bunda bir ta'tirlik kelibdi hamda, ishi oldiga mangmayotdi. Biz bir yordam qilib qo'ydik, buningga shu bir yezidan bir yani ko'sini o'zi aşağı bir öysep bireyler, ama bir mal binasını ep bireyler, aşağıdan cennine baksın, hem de mal vakti kanak cennine baksın. Dep aşağı apırken, apır bunu adamlara. Bak kolunuzda bir taşını elep, at taşını aşağı etin bir tarafka. Ay taş kaya geçe yitip basa aşağı sizden olsun. Uçan metrelap da oturmayam de. Taşını da assanız ayak bir atısız, mayadlık matrap gibi atısız şununla aşının ki çigra aklımız aşağıda sizden yeriniz buldu diyen o adam onu düşenmeyi taşını etense yuğa bir taşını götürüp atımın da taşını igiz bir götürüp yıkıp düşüp taş o adamın ki beşiğe düşüp ülep kalırken şeyde. Ülep kalırken Mahmud G'aznaviy eğer vermese ma'bud ne eylesin Mahmud degan gapni qoldirib ketgan. Ya'ni Alloh bermasa, bu Mahmudning qo'lidan nima keldi hamda deganlik ketganda. Ikkinchi qissa, ikki dona qalanda bor ekan. Podshohningki qasriga kirib ketgan yo'lning bo'yida o'tirib tilamchilik qildi ekan. Hamda yoki vazirlik keldi, boylik keldi, hamda pullik odamlar keldi, shuni bir binas berib qolamiz deb qalandalik binas tilab o'tirganda Al padişahınki ayalı sırtı çıkıtken bir günü Melike ati kalenderinin birse Melike'yi işte gözüp durup Allah muşu Melike'nin hatırası için bana bergen pul vergin bana deptil etken yendiki kalender Allah öz pezlerinden bergin bana öz pezlerinden bergin dep dua kıtken Melike'm da anlap Mava Melike'nin hatırası için dedi bu. Avo Allah'ı üzen bergin dedi. Kene kasımız adam birimizken dep yani Allah Teala olur rikabetleşkeninde kendilik kibirdin. Şunu ola o iki kalendarın ki avo Melike'nin ki hatırası bilen bana bergin Allah dep dua kılgınga bir tohunu pişirip tohunun içine çın tılla silip muşunu evet gözütken aşının birini dedim. Allah'ın fazlını Allah öz fazlından bergin dep dua kılgınga 2 dan dirhem birini dedim. Manınga bir sıkımdan cık tillani saltken benim içine tohunun içine anınga 2 dana dirhemini birip koytken. Ayına biritken her günü evet etken aşında. Anıga 2 dirhem, manıga bir tohu. Onunla çıkın ayda evet gibi. 2 hafta geçe evet etken de o. Evet ne okup koysam yana bu kalenderle ketmegen yani aşağıda yana bağ talağı çıksa yana şunda dep oltuğan degen şunu onu çakırtıp avlıqı tohunun içine altın silip birilgen kişini çakırtıp siz namında toymaytkan adam her günü tohunun içinde lık ayında nimeni altın bile evet varsam yani siz tilep oturursunuz. Kanda kıldınız o tohunu diyen vay ben bilmeptim ben her günü aşı tohunu bana kelgen tohunu ma yenimdeki kişiye o aş 2 dirhemge tegiştim. Yani 2 dirhemni ben aldım her günü. Bu tohunu o elip ketti dediken. Yani demek hem de Allah Taala'nın fazlidin yani tilgen kişiye alın ihtiyarısız halda aşı altın tohu anığı ketken. Yani o Melike'nin ki hatırası için de tilgen kişiye
Aş 2 dirhemini ketken. Şunun için bu meleki bunu düşünüp subhanallah men bir hatalaşıptım ha deytken.